Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Men ismim Eronboyev Sardor. Mana shu Kattaqo'rg'on Mikroko'rg'on Kattaqo'rg'on bank xizmatlari ofisining bosh o'rinbosari bo'laman biznes blok bo'yicha. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi kunda hozir sizlarga bizda bankimizda mavjud tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun, rivojlantirish uchun, kengaytirish uchun bo'lgan kredit produktlarimizdan ozgina tushuncha berib o'taman. Xo'p, siz tadbirkorligingizni endi boshlagan bo'lsangiz, tadbirkorlik faoliyatingiz hali kichik bo'layotgan bo'lsa, mana bu patentlanmagan narsalar uchun 6 million 800 gacha biznesga birinchi qadam degan kredit produktimiz bor. Shundan 6 million 800 gacha birinchi marta, ikkinchi martasi uni tartibli yopsangiz 11 million 200 mingga ikkinchi marta yana foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu kreditimizning muddati 4 yillik, foiz stavkasi 28% gacha bo'ladi. Bundan sizga bu summa qoniqtirmayotgan bo'lsa, yana bizning biznes mahalla degan kredit produktimiz bor. Bu 17 milliongacha bo'ladi. Buning ham muddati va foizlari xuddi shunday 4 yil 28% gacha bo'ladi. Yiliga qarab 25% dan 28% gacha. Bu kredit produktimizdan ham siz bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bundan keyingisi hozirgi kunda endi Hurmatli Prezidentimiz tomonidan shu mahallalarga qattiq e'tibor berilayotgani uchun tadbirkorlar shu mahalla kesimida jalb qilinsin degan maqsadda hammasi shu mahallaga moslashtirib qilinayotgan produktlar. Bu nomlaridan ham bilsangiz bo'ladi. Biznesga birinchi qadam, mahalla biznes va undan keyin kattarog'i 50 milliongacha bo'lgan kreditimiz bor. Muddati 5 yilga, yillik foiz stavkasi 28%. Buniki ham buni qaytmasi bo'yicha sug'urta poliz orqali 17 milliongacha, 50 milliongacha kafillik orqali olsalaringiz bo'ladi. Bu kredit turimizni aynan mana shu mening mahallam kredit dasturida istiqbolli ayol degan kredit turimiz ham bor. Buning foiz stavkasi ozgina pastroq, 50 million so'mga 25% dan ajratiladi. Buning ham tartiblari 17 milliongacha sug'urta, 50 milliongacha kafillik asosida ajratiladi. Yo'q, menga bu kredit summalaridan ko'proq kerak. Men faoliyatimni yo'lga qo'yib o'rganman. Hozirgi kunda mana bu uskuna olishim kerak, aylanmalarni to'ldirishim kerak deydigan bo'lsalaringiz, Prezidentimizning 312-sonli qaroriga asosan 100 milliongacha garoz kreditlarimiz beriladi. Bu kredit turimiz toifalarga bo'lingan. Imonni Kattaqo'rg'on shahriga 21% dan ajratiladi. Uning muddati 7 yilgacha va 2 yil imtiyoz davr bilan beriladi. Agar siz mana shu kredit turimizdan, mana shu foizlardan yana ko'proq summada foydalanmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu kreditimizni 300 milliongacha ajratishimiz mumkin. Qolgan 200 million qismiga siz garov ta'minoti sifatida ko'cha va ko'chmas mulklarni bizga taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda imonni mana shu kichik biznes subyektlari uchun bor produktlarimiz mana shular. Agar bironta qiziqtirayotgan savollaringiz bo'lsa, javob berishga tayyorman. Agar savollar bo'lmasa, sizni o'zingizni qiziqtirgan produktlarimiz bo'yicha bu yerda mas'ul xodimlarimiz bor. Borib uchrasalaringiz batafsilroq ma'lumot beradi. E'tibor uchun rahmat, hamkorligingizga.